Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan hozirgi kunda ko'pchilik mana shu ijtimoiy tarmoqlarda gapirayotgan Claude orqali Instagramni boshqarish mavzusida gaplashamiz. Sizlarga qisqacha mohiyatini tushuntirib qo'yaman. Bu yerda hech qanaqadir sizlarni kursga chaqirib, o'zimni sizlarga tanishtirib o'tirmoqchi emasman. To'g'ridan-to'g'ri sizlarga o'rgatadigan narsamga o'tib ketaman. Tayyor bo'lsalaring, mana shu Claude tushunadigan, ozgina mana shu Claude bilan ishlaydigan odam bo'lsangiz, albatta bu video sizga foydali bo'ladi. Tayyor bo'lsalaring, biz boshlasak bo'ladi. Birinchi o'rinda bizga nima kerak bo'ladi? O'rtoqlar, bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Claude orqali biz to'g'ridan-to'g'ri Instagramni boshqara olmaymiz, lekin buning ichida shunaqa konnektorlari bor, MCP'lari bor. Mana shu orqali biz ijtimoiy tarmoqlarimizni boshqarishimiz, ijtimoiy tarmoqlarimizga qanaqadir loyihalar qilishimiz, misol uchun postlar yuklaydigan bo'lsak ham, o'sha postlarni Claude orqali, buyruq berish orqali qilishimiz mumkin. Hozir sizlarga mana shuni bitta yo'lini o'rgatib qo'yaman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi, bitta MCP kerak bo'ladi. U MCP nomi bizda Metrical MCP deb yozadigan bo'lsak, mana Google da kelib chiqadi. Aynan Metrical o'zi nima degani, sizlarga buni mohiyatini tushuntirib ketaman. Metrical mana shu o'zi odatda ijtimoiy tarmoqlarni hammasini ulab qo'yib, bu yerga schedule, ya'ni qaysi vaqtda qaysi post chiqish kerak, o'shalarni aniqlab qo'yishimiz mumkin bo'lgan platforma va buni biz Claude ga bog'lab qo'yishimiz mumkin. Biz buni Claude ga bog'laganimizdan keyin Claude da buyruq berib, mana shu Metrical orqali biz postlarimizni avtomatik tarzda qaysidir vaqtda chiqishini belgilab qo'yadigan bo'lsak, mana shu narsa orqali biz Claude da chiqara olamiz. O'zimizni Instagramimizga postlarimizni, storieslarimizni, videolarimizni hammasini chiqarishimiz mumkin. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun Metrical saytiga kirib, birinchi o'rinda ro'yxatdan o'tib olamiz albatta. Sign up here qilib, tekin versiyasidan bemalol foydalanishimiz mumkin boshlanishda. Ro'yxatdan o'tganimizdan keyin mana ko'radigan bo'lsak, bu yerda ijtimoiy tarmoqlar Instagram, Threads, Facebook bor, Pinterest, LinkedIn, TikTok, YouTube juda ham ko'plab mana shu ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni hammasini ulab qo'yishimiz mumkin bo'ladi va biz Instagramga, YouTube'ga, xohlagan platformamizga bemalol buni ulab Claude orqali videolarni, rasmlarni yuklash mumkin. Hozir shu joyini sizlarga ko'rsataman. Buning uchun nima qilamiz? Mana uladik, kirganimizdan keyin Instagram yoki TikTokimizni ulab qo'yamiz. Mana men Instagramni bu yerda ulab qo'yganman. Instagramni bu yerda statistikalarni ko'rsatib turibdi. Endi o'rtoqlar nima qilaman? Qaytadan mana sizlarga ko'rsatyapman. MCP, Metrical MCP ga kiraman. Metrical MCP ga kirganimdan keyin Metrical MCP mana shu sayt ustiga bosaman. Endi bosmay turamiz o'rtoqlar. Ro'yxatdan o'tganmiz, ro'yxatdan o'tmaymizda. Endi pastroqqa tushamiz. Pastroqqa ozgina tushadigan bo'lsak, bizda o'zi Metrical mana. Ikkinchida https 2 nuqta bilan boshlangan AI-metrical.com MCP'si bor. Mana shu MCP ni biz kopirovat qilib olamiz. Mana shu joydan boshlangan holatini faqatgina mana shu joydan qismidan MCP tugagunga qadar bo'lgan qismini kopirovat qilib olamiz. Buni kopirovat qilib olganimizdan keyin Claude ga o'tamiz. Claude ga o'tganimizda Customize bo'limi bor. Customize bo'limiga o'tganimizda bizda Connectors chiqadi. Connectors ustiga bosib Add ni bosamiz. Add Custom Connector ni ustiga bosamiz. Add Custom Connector ni ustiga bosganimizdan keyin bu yerda name bor. Name ga misol uchun Metrical deb yozamiz va bu yoqda mana shu MCP ni linkini qo'yib, linkini qo'yganimizdan keyin add ni bosadigan bo'lsak, mana shu bizga Metrical Claude'imizga ulandi. Endi qaranglar, o'rtoqlar, buni mohiyati nimada? O'zi Metrical ni vazifasi mana shu postlarni u yoqqa joylaganimizdan keyin qaysi vaqtda, qayerga, nimaga yuklash kerakligini schedule qilib qo'yishimiz mumkin edi. Ya'ni aniqlab, belgilab qo'yishimiz mumkin edi. Endi xuddi shu narsani Claude orqali qila olamiz. Ya'ni biz to'g'ridan-to'g'ri Claude orqali Instagramni boshqarmayapmiz. Claude orqali Metrical ga buyruq berib, Metrical keyin u yoqqa o'tishiga biz buni ta'minlayapmiz. Endi nima qilamiz? Aytaylik, bizda biron bir rasm yoki video bor. Endi ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin. Mana shu rasmni Claude ga to'g'ridan-to'g'ri tashlasam, uni o'zi joylab qo'ya oladimi? Misol uchun Metrical ga ham o'zi joylab, o'zi Instagramga ham joylab qo'ya oladimi? Yo'q. Siz yuklagan rasm, siz yuklagan video sizni Google Drive'ingizda bo'lishi kerak. Ya'ni ochiq bo'lishi kerak. Bu sizni rasmingizni bemalol yuklay olishi uchun. Misol uchun keling. Sizlarga misol tariqasida ko'rsataman. Aytaylik, bizda mana bu yerda mana shu Spark, mana shuni rasmini olamiz. Endi o'zi odatda nima qilinadi? Shu rasmni Metricaldan foydalanib Instagram sahifamga hozir soat necha bo'ldi? 17:09 bo'libdi, misol uchun. 17:09
17 yu aytaylik 20 da. Mayli. 20 da Instagram sahifamga, storiesimga 17 yu 20 da joylab qo'y. Mana men bunga buyruqni berdim. Hozir buyruqni berib olganimdan keyin buni nima uchun ko'rsatyapman? O'zi buni to'g'ridan to'g'ri qabul qilmaydi. Sizda ham agar mana shunday xatolik kelib chiqadigan bo'lsa, mana shu joyda qiynalib qolmang degan ma'noda sizga ko'rsatib ketyapman buni. Mana hozir bu o'rganib chiqadi. O'rganib chiqqandan keyin bu rasmingni Google Drive ga yoki menga ochiq manba sifatida bergan. Chunki bu rasmni Cloud'dan to'g'ridan to'g'ri yoqqa yuklab qo'ya olmaydi. Shuning uchun hozir bu Metrical'dan o'rganib chiqqandan keyin URL, ya'ni URL'sini olishga harakat qiladi. Agar URL'sini ola olsa, buni yuklaydi. URL'si ya'ni ochiq manba bo'lmaydigan bo'lsa, buni yuklay olmaydi. Shuning uchun hozir ozgina kutib turamiz. Bizga natija chiqqandan keyin o'zi javobini aytadi. Keyin biz Google Drive ga yuklab, uni qaytadan linkini jo'natishimiz kerak bo'ladi. Mana do'stlar, bizga javobni yozyapti. Metrical'ga rasm ochiq havola, ya'ni URL orqali beriladi. Chatga yuklangan fayl unga ko'rinmaydi. Higgsfield tarixida bu rasmni topa olmadim. Agar misol uchun Higgsfieldda generatsiya qilganingizda, o'sha generatsiyangizni bemalol qilib olish mumkin edi. Agar sizni misol uchun yuklagan rasmingiz Higgsfieldda generatsiya qilingan bo'lganda edi, buni yuklab olgan bo'lardim deyapti. Mana ko'rdik-a? Ya'ni ochiq havola sifatida, ochiq manba sifatida biz rasmimiz bo'lmaganligi uchun biz Google Drive orqali qilishimiz yoki mana bu yoqda yukla Higgsfieldga orqali yukla deyapti. Yo'q. Ya'ni qayerda bo'lishidan qat'iy nazar biz buni ochiq manba sifatida berishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun biz Google Drive ga kiramiz. Google Drive. Eng oson yo'llardan bittasini ko'rsatyapman. Mana Google Drive ga kiramiz. Google Drive ga o'tib olganimizdan keyin Instagram uchun degan bu yoqda o'zim papka ochib qo'yganman. Hozir shu papkaning ichiga kiraman. Mana shu yerga men rasmimni yuklashim mumkin bo'ladi. Upload fayl upload qilaman. Bizda qaysi rasm edi? Mana shu rasmni yuklayman. Rasm yuklanadi. Xo'p, bizda rasmimiz mana shu mana. Endi buni nima qilaman? Buni linkini olishim kerak mana. Share bosadigan bo'lsam, endi bu yoqda qarang, restricted bo'lib qolmaslik kerak. Ya'ni faqatgina siz ko'ra oladigan bo'lmaslik kerak. Bu yoqda link orqali hamma ko'ra oladiga o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'ladi va keyin linkni olishimiz kerak bo'ladi. Endi done'ni bosaman men va qaytadan Cloud ga o'taman. Endi Google Drive linkini berib, rasmni Google Drive ga misol uchun joyladim. Drive ga joyladim. Shu yerdan olib foydalanishing mumkin misol uchun. Foydalanishing mumkin. Mana uje create scheduled post, ya'ni o'sha 17:20 ga scheduleda o'zbekchasi nima bo'lardi? Xolos 17:20 ga moslashtirib qo'yyapti. Joylandi uje mana. Rasm Google Drive dan Metrical'ga muvaffaqiyatli ko'chirildi. Sahifa Mahmudjon Inomjonov Instagram story bugun 9-avgust 17:20 da avtomatik e'lon qilinadi. Hozir bizda vaqtimiz 17:14 bo'libdi. Ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Vaqtini o'zgartirishimiz. Kelinglar, shuncha vaqt kutmaylikda, vaqtini o'zgartiramiz. Misol uchun 16 da qo'yilsin. Allow'ni bosib turamiz. Vaqt 17:16 ga o'zgartirildi, ya'ni 2 daqiqadan keyin chiqadi. Buni vaqtini o'zgartirishimiz yoki o'zimiz istalgan vaqtda qo'yishimiz mumkin. Sizlarga mohiyatini tushunyapman o'rtoqlar, qaranglar. Bizda biron bir video yoki rasm ochiq manba sifatida bo'lishi kerak va o'sha manbani linkini yoki qayerdaligini biz Metrical'ga Cloud ulaganimizdan keyin aytamiz va Cloud'ga buyruq berishimiz mumkin. Mana shu narsani, mana shu videoni mana bu paytda Instagramga joylab qo'y. Ya'ni biz Cloud orqali Instagramimizni boshqarib o'tira olamiz. Masalan, yana nima qilishimiz mumkin? Cloud Higgsfieldga ulangan, to'g'rimi?
Higgsfieldda misol uchun mana bu rasmni generatsiya qilib, mana shu misol uchun Seedensda mana bu videoni generatsiya qilib, soat mana paytga yuklab qo'ydi degan bo'lsak, ishlaydi. O'rtoqlar, bu yoqda asosiy narsa mohiyatni tushunib olishimiz. Menimcha sizlar tushundilaring. Agar qanaqadir tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, hozir natijamiz chiqqandan keyin uni ham ko'ramiz. Keyingi videolarimiz foydali bo'lishi uchun, sizlarga qiziq bo'lishi uchun qanaqa videolar olib chiqaylik, sizlarga nima mavzular qiziq bo'ladi. Albatta, izohlarga yozib qoldiradigan bo'lsalaring, sizlarga foydali ma'lumotlarni, sizlarga qiziq bo'lgan mavzularni olib chiqishga harakat qilamiz. Sizlarni yozgan izohlaring, sizlarni yozgan xabarlaring albatta biz uchun muhim. Hozir bizda 1 daqiqa vaqtimiz qoldi. 1 daqiqadan so'ng Instagram sahifamizga bizni mana shu rasmimiz yuklangan bo'lishi kerak. O'sha bizda 17:16 bo'pti. Sekin hozir 17:16 bo'lgan bo'lsa, Instagramga kirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana do'stlar, hozir Instagramga kirdik va Instagramimizga yangi o'zi stories qo'yilib qolibdi. Hozir ko'ramiz biz tashlagan rasm. O'sha storieslarni hozir ko'rishni boshlashibdi. Mana ko'rdik, 1 daqiqa oldin yuklangan bizni storiesimiz. Mana ko'rdik o'rtoqlar, bemalol sizlar mana shu funksiyadan foydalanib ko'rishingiz mumkin. O'sha aytganimdek, keyingi mavzular uchun sizni izohingiz biz uchun muhim. Salomat bo'linglar.